yurak urar jiz. Ko'chada ikkita qiz. Ha, oyijon, kuyovingizmi? Vannadalar. Nima qilayotganimni ham ayt. Onangga har narsani ham aytaverman, necha marta aytdim. Og'zingda gap turadimi o'zi? Xo'p. Qara, men kechagi mashinani oqidan olmoqchiman. Uydagilarga surpriz qilamiz. Faqat oyingga aytib qo'yma, tushundingmi? Xo'p. Qara lekin. Hozir og'zingda gap turmaydi, bor-ku. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Tabriklayman, oq mashinalar olibsa, tagidan shamollab o'tib yursin. Rahmat. O'z oyinga yetmadingiz-ku? O'shangiz siz oyingizga yetdim. Ey, sen ertalab turganda 3 ta 4 ta tuxum yegin, ichingni zo'r qotiradi. Nega unaqa deyapsan? Iching o'tayotgan ekan-ku. Senga kim aytdi uni? Xotinimga, xotinim esa menga aytdilar. Akajon, kelib yaxshimisan dedi. Ye, qaynuka, qanday yaxshi. Biz tomonlarga qaysi shamollar uchirdi? Opam bilan gaplashuvdim. Uyda produktda qolmabdi. Shu hamma produktlar olib keldim. Rahmat. Aytgan jonim, to'yingga bizdan nima xizmat? Hech narsa kerak emas, pochcha. Bu eshitishimcha mashinangizni uribsiz. Ishdan haydalib ketibsiz. Ahvolingiz juda og'ir ekan, minusda ekansiz. Kerak emas, pochcha, hech narsa. Senga kim aytdi uni? Opam. Seni og'zingda gap turadimi o'zi? Har narsani har kimga aytaverma dedim. Aytilmaydigan gaplar bor. Jinnimisan? Boya Charchab ketdim. Viloyatdan yugurib kelyapman. Eshitdim, sirasi yugurdim. Yo'q, siz umuman siqilmang. Bu hamma erkaklarning boshida bor. Oldiramiz o'sha varikozingizni. varikozni qayerdaligini ham aytdingmi?